Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Buvijon yoshingiz nechida? Yoshim 79. Inson 79 yoshida o'zini qanaqa his qiladi? Ko'p yil yashasang ham bexosiyat. Nega bexosiyat deysiz? Yosh ulg'ayib. Bexosiyat aql bo'lsa, o'zini o'zi eplab bilsa, qilgan ishni bilsa, nima qilayotganini bilsa, u xosiyatli bo'ladi. Birovga muhtoj bo'lib, birov hojatingga olib borsa, birov ovqatingni yedirib qo'ysa, Xudo bergan umrda o'zini eplash kerak. Insonlar nimani tushunishlarini xohlardingiz? Shukr qilish yo'q, boriga shukr qilish yo'q. Oqibati yo'q, oqibati yo'q albatta. Telefonda gaplashishadi, borib ko'rish yo'q. Nima kerak, nimaki odamdagi ishlama kerak, mehr kerak. O qo'lidagi narsasi kerakmas kampir xotinga. Bir shirin so'zlik kerak, gaplashish kerak, bordi keldi qilish kerak. Yaxshi yashashni o'ylashadi, osmondan tushmaydi, o'shaning uchun kurashish kerak. Kurashmasa bo'lmaydi, o'zi uchun harakat qilish kerak. Inson muvaffaqiyatsizligiga nima sababchi bo'ladi deb o'ylaysiz? Hayot har doim birdek bo'lmaydi. Oyna 15 qorong'ida 15 yorug' deyiladi-ku. Chidash kerak, keyin yaxshiligiga ishonish kerak. 78 yillik hayotingizdan kelib chiqqan holatda yoshlarga qanaqangi hayotiy maslahatlardan bera olasiz? Sabr toqatli bo'lish kerak. Darrov o'ylamasdan javob qaytarish kerak emas. Ko'pchilikda hayo yo'q, uyat yo'q, andicha yo'q. Ko'pchilikning ichida o'zini bosishni bilish kerak.